Akam aytdiki, texnически hamma yo'q zo'r, hadovoylari ham zo'r, mashina tayyor holatda. Vложение qilmaydi 2019 va narxini ham arzon qo'yibman 10400 deb aytdi. Kia K3 ledlari bilan mashinadagi sostenability ko'ring. Tekshiring. Videoni ko'ring bo'ldi. Tekshirasiz, telefon qilasiz, so'raysiz. 10400 dan kamini ham so'raysiz aka. 8-may kuni chiqdi. Yumshoq diskalarda zimniy ballonlari bor ekan. Elektropaket, бесключевой, кожаный salon 3D polilarda, обдув подогрев сидения, drive mode, подогрев rul, monitor katta, pech klimat kontrol, ekranlik, 145 ming probeg, multi rullari ham qaralgan. 2019 $10,400 dollarga. Yomon emas, 10,400 gacha. Yomon emas. Telefon qiling, narxlarni kelishgan holatda baholashib, mashinasini 8-may kuni olib qo'yamiz.